Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Ukrainadagi urush G'arb yordamisiz 2 hafta ichida tugaydi. Borrell. Haris AQShning asosiy dushmani qaysi davlat ekanligini ma'lum qildi. AQSh dunyodagi hegemonlikni saqlab qolish uchun Sharqdan foydalanmoqda. Rossiya TIV. Zelenskiy g'alaba rejasi haqida yangi bayonot berdi. Qodirov Putinning tug'ilgan kunida urushdagi harbiylarga sovg'a yubordi. Qozog'istonda maktab o'quvchilari yomg'irdan elektr energiyasi oldi. Rossiya AES qurishi bilan bog'liq siyosiy xavf-xatarlar yuzaga kelganda hal qilinadi. Skyler. Ukrainadagi urush G'arb yordamisiz 2 hafta ichida tugaydi. Borrell. G'arbning harbiy va iqtisodiy yordami bo'lmasa, Ukrainadagi urush 2 hafta ichida tugagan bo'lardi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi diplomatiyasi rahbari Josep Borrell Ispaniyadagi 20 Minutes nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Ko'pchilik bu mojaroning tezroq tugashini xohlaydi. Agar biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatsak, 15 kundan so'ng urush tugaydi va Putin o'z maqsadlariga erishadi. Biroq biz ukrainlar uchun shunday bo'lishini xohlaymizmi, dedi Borrell. Yevropa diplomatiyasining rahbari bunday ssenariy Yevropa Ittifoqi uchun mutlaqo maqbul emasligini ta'kidladi. Ukrainadagi mojaroning yevropaliklar xavfsizligiga ham aloqasi borligini aytdi va bu borada aniq izohlar keltirmadi. Yanvar oyida Josep Borrell sanksiyalar Rossiya mudofaa sanoatini yo'q qila olmagani va endi Yevropa Ittifoqi Ukraina tunnelining oxirida yorug'likni ko'rmayotganini aytgandi. Diplomat sanksiyalar borasida quyidagicha munosabat bildirgan. Bu Rossiya harbiy mashinasini sezilarli darajada zaiflashtirgan, ammo u hali ham mavjud degan u. Shuningdek, Borrell Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishni tezlashtirish borasida bir necha bor bayonot bergan. Haris AQShning asosiy dushmani qaysi davlat ekanligini ma'lum qildi. AQSh vitse-prezidenti va davlat rahbari lavozimiga nomzod Kamala Harrisning aytishicha, Eron barcha davlatlar orasida AQShning asosiy dushmani hisoblanadi, deb yozmoqda RIA Novosti. U ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida AQShning qaysi raqibi uning nuqtai nazaridan asosiysi ekanligi haqida gapirib, "Men bu aniq Eron deb hisoblayman", deb aytdi. Harrisning ta'kidlashicha, agar u 5-noyabr kuni bo'lib o'tadigan AQSh prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonsa, Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishining oldini olish uning asosiy ustuvorligi bo'ladi. AQSh dunyodagi hegemonlikni saqlab qolish uchun Sharqdan foydalanmoqda. Rossiya TIV. Sharqdan kelayotgan afsonaviy tahdiddan AQSh Yevropani jahon tartibiga qo'shish va Amerikaning dunyodagi hegemonligini saqlab qolish uchun foydalanmoqda. Bu haqda RIA Novostiga Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Grushko ma'lum qildi. Ammo o'shanda odamlarni Sharqdan kelayotgan afsonaviy tahdid bilan aldashning iloji bo'lmas edi. Bu tahdid hozir ham Washington tomonidan yevropaliklarni nazorat qilish va ularni dunyo va Yevropa tartibiga qo'shish uchun AQSh uchun foydali bo'lgan va Amerika hegemonligini saqlab qolish uchun ishlatiladi, deb tushuntirdi u. Uning so'zlariga ko'ra, agar NATOda imkon qadar ko'proq mamlakatlarni o'z safiga jalb qilish istagi bo'lmaganida, xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat boshqacha namoyon bo'lar edi. Moskvaning ishonchi komilki, G'arbdagi fikrlaydigan odamlar NATO Rossiyaning xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi shartnoma loyihasini rad etganidan qattiq afsusda. Uning so'zlariga ko'ra, NATO Rossiya bilan to'qnashuvga tayyorgarlik ko'rmoqda, biroq Rossiya harbiy rejasi har qanday mumkin bo'lgan ssenariyni hisobga oladi. Endi NATO a'zolari Rossiya bilan ehtimoliy qurolli to'qnashuvga tayyorlanayotganliklarini yashirishni to'xtatdi. Mintaqaviy mudofaa rejalari tasdiqlandi va blokning barcha harbiy qo'mondonliklari uchun aniq vazifalar ishlab chiqildi. Rossiyaga qarshi harbiy harakatlar Rossiyaning mumkin bo'lgan variantlari doimiy ravishda ishlab chiqilmoqda, deya tushuntirdi u. Uning aytishicha, Rossiya emas, balki Shimoliy Atlantika ittifoqi qarama-qarshilik yo'liga o'tdi. Aynan NATO Rossiya bilan muloqot qilishdan va mintaqaviy va global xavfsizlikka xayoliy emas, real tahdid va tahdidlarga javob berish yo'llarini birgalikda izlashdan bosh tortdi. Aynan ittifoqning maqsadli siyosati Yevropa xavfsizligining keng ko'lamli inqiroziga va uni ta'minlaydigan vositalarning yo'q qilinishiga olib keldi. Zelenskiy g'alaba rejasi haqida yangi bayonot berdi. Vladimir Zelenskiy g'alaba rejasini yakunlash va uning mazmunini ommaga e'lon qilishga va'da berdi. Bu haqda RIA Novosti uning Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotiga tayanib xabar berdi. Hamkorlarimizning barcha pozitsiyalarini, Ukraina uchun barcha real imkoniyatlarni tushunib, g'alabaga erishish rejamizni mustahkamlab, kelgusidagi harakatlar strategiyamizni ommaga e'lon qilamiz. Istiqbol mamlakatimizdagi barchaga tushunarli bo'lishi muhim, dedi u. Kiyev rejimi rahbari shuningdek rejaning harbiy va harbiy siyosiy tafsilotlari bilan shug'ullanayotgan Washingtondagi jamoadan hisobot kutayotganini qo'shimcha qildi. Zelenskiy avvalroq AQShga tashrifi chog'ida G'arb yetakchilari bilan barcha kerakli suhbatlarni o'tkazganini aytgandi. Kiyev rejimi rahbarining ta'kidlashicha, Washington Ukrainani mustahkamlash uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilgan. Qodirov Putinning tug'ilgan kunida urushdagi harbiylarga sovg'a yubordi.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov urush zonasidagi harbiylar ehtiyoji uchun texnikalar partiyasini yubordi. U qo'llab-quvvatlash aksiyasini Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tug'ilgan kuni bilan bog'ladi. Prezidentimiz Vladimir Putinning tug'ilgan kunida biz maxsus harbiy operatsiya ehtiyojlari uchun katta miqdordagi texnikani topshirdik. Tez orada jangchilarimizga 78 ta UAZ Patriot, UAZ 452 va Niva avtomobillari yetkazib beriladi, dedi u. Qodirov ushbu modellar turli iqlim sharoitlarida ishlay oladigan ishonchli va universal transport vositasi ekanini aytdi. U sotib olingan dronlar ham frontga yuborilishini ta'kidlagan. Ular bo'linmalarimizning jangovar qobiliyati va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy texnika va uskunalar, shu jumladan radioelektron kurash tizimlari nafaqat jangchilarimizning vazifasini yengillashtiradi, balki ularning harakatchanligini sezilarli darajada oshiradi, deya xulosa qildi Checheniston rahbari. Qozog'istonda maktab o'quvchilari yomg'irdan elektr energiyasi oldi. Qozog'istonning Chimkent shahrida tahsil olayotgan maktab o'quvchilari muqobil energiya manbalarini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Bu haqda 24 KZ xabar berdi. Ular yomg'irdan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi generatorni yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Loyiha xalqaro tanlovda g'olib chiqdi. Hozir ular texnologiyani yaxshilash ustida ishlamoqda. Ishlab chiqaruvchilarning fikriga ko'ra, u kelajakda quyosh panellariga muqobil bo'lishi mumkin. Bolalar o'zlarining tomchilatib turuvchi generatorni yig'ishdan oldin muqobil energiya manbalarini yaratish bo'yicha jahon tajribasini o'rganib chiqqan. Biz suv quyamiz va tomchilarimiz tushadi. Energiya yer yuzasiga tushgan tomchilarning ishqalanishidan hosil bo'ladi. Bu umuman mo'jiza emas, generatordan foydalanish juda oson. Buning uchun faqat ikkita material kerak: yarim o'tkazgich va elektrod. Bu energiya olish uchun yetarli. Ekotizim buzilmaydi, chunki uglerod yoqilg'isi hamma narsaga zararli ta'sir ko'rsatadi, deydi muallif o'quvchilardan biri Maldir Ismail. Rossiya AES qurishi bilan bog'liq siyosiy xavf-xatarlar yuzaga kelganda hal qilinadi. Sklar. Rossiyaning Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishida ishtirok etishi bilan bog'liq siyosiy xavf-xatarlar masalasi ular yuzaga kelishi bilan hal etiladi. Bu haqda bosh vazirning birinchi o'rinbosari Roman Sklar ma'lum qildi. Ehtimol qaror qabul qilinadi. Bu konsorsium bo'ladi, chunki hamkasblarimizning hozir xavfsizlik eng muhim masala ekanligini so'rashdi. Bundan tashqari, biz quriladigan eng zamonaviy stansiyada o'z sohasida yetakchi bo'lgan ishlab chiqaruvchi mamlakatlarning eng yangi loyihalari va yechimlari, texnologiyalari qo'llanilishidan manfaatdormiz. Shu sababli qaror qabul qilindi. Konfiguratsiya bo'yicha bu bilan bitta mamlakat emas, balki maxsus loyiha guruhi shug'ullanadi. Ehtimoliy siyosiy xavf-xatarlar esa ularning yuzaga kelishi jarayonida, ya'ni loyihalash paytida ko'rib chiqiladi. Agar shunday xavf-xatarlar paydo bo'lsa, tabiiyki turli kompaniyalar va mamlakatlar bilan tuziladigan shartnomalarda sanksiyalar ulushi ko'zda tutiladi, deydi Sklar. U shu tariqa hukumatdagi matbuot anjumanida Rossiya bilan bog'liq siyosiy xavf-xatarlar haqidagi savollarga javob berdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.